Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun biz olamning yaratilishi 4-chi bobni bir qur ko'rib o'tamiz. Oldi bilan olamning yaratilishi 4-chi bob bir qur o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 4-chi bob. Odam ota ayoli Havoni bilan birga bo'ldi. Havoni homildor bo'lib bir o'g'il tug'di. U Parvardigorning yordami bilan bir o'g'ilga ega bo'ldim dedi va ismini Qobil, ibraniy tilidagi ega bo'ldim degan so'z bilan ahangdash qo'ydi. Keyin u yana bir o'g'il tug'ib ismini Habil qo'ydi. Ikkalan cho'ng bo'lgandan keyin Habil podachi, Qobil bo'lsa dehqon bo'ldi. Hosil mezgil kelganda Qobil yerning mahsulotidan elib Parvardigorga taqdim qildi. Habilmi qo'y podasi ichidan tunji tug'ilgan qo'zlardan so'yib toza semiz yeridan Parvardigorga taqdim qildi. Parvardigor Habilni va uning sovg'atini qabul qildi, biroq Qobilni va uning sovg'atini qabul qilmadi. Buningdan intayin xafa bo'lgan Qobilning chiroyi tutilib ketdi. Shu chaqda Parvardigor Qobilga: "Nimishga xafa bo'lasan? Chiroying nimishga tutilib ketdi? Agar durust ish qilgan bo'lsang, seni qabul qilgan bo'lardim. Biroq yomonlik qilsang, gunoh xuddi eshik oldida aytilmoqchi bo'lib turgan yovishga o'xshash sening vujudingni chirimib oldi. U seni o'z ilkiga olmoqchi bo'lsa-mu, lekin sen uni yengishing lozim" dedi. Keyin Qobil inisi Habilga: "Yur, dalada sayli qilib kelaylik" dedi. Ular daladagi vaqtida Qobil inisiga qo'l selib uni o'ldiribdi. Parvardigor Qobildan: "Ening Habil qani?" deb so'radi. "Bilmayman, men enimning boquvchisidim" deb javob berdi u. Parvardigor keyindilla uni: "Bu nima qilganing? Eningning intiqom olish uchun dod faryod qilayotgan qani menga ko'rinib turdi. Sen endi la'nat kuchuraysan. Bundan keyin bu yerda tura olmaysan, chunki sen eningni o'ldirding, yerga qon to'kding. Sen yerga ishlagan taqdirdami, yer sana usul bermaydi. Sen endi sarson bo'lib, yer yuzida sargardonlikda yuraysan" deb aybladi. Buni anglagan Qobil Parvardigorga mundoq dedi: "Men bundoq ig'ir jazoni ko'tara olmayman. Sen meni bu yerdan qo'g'lab, huzuringdan haydayotsan. Men endi uy makonsiz, sarson bo'lib, yer yuzida sargardonlikda yurayman. Meni ko'rgan kishi o'ldirib yetadi." Lekin Parvardigor: "Yo'q, seni o'ldirgan kishi 7 hassa qattiq jazolandi" dedi. Shuning bilan Parvardigor Qobilni o'ldirmoqchi bo'lganlarni ogohlantirish uchun uning peshonasiga alohida belgi qo'yib qo'ydi. Buning bilan Qobil Parvardigorning huzuridan chiqib, Eran bog'ining sharq tarafidagi Not degan joyda o'ltiraqlashib qoldi. Qobil ayoli bilan birga bo'ldi. Ayoli homildor bo'lib bir o'g'il tug'di. Uning ismini Hanoh qo'ydi. Qobil bir shahar bino qilib, shaharni o'g'lining ismida atadi. Hanohdan Erod turaldi. Eroddan Mehuyail turaldi. Mehuyaildan Metushail turaldi. Metushaildan Lamek turaldi. Lamek 2 xotin oldi. Birining ismi Ada, yana birining ismi Zilla edi. Ada Yabalni tug'di. Yabal ko'chman malchilarning buvisi bo'ldi. Uning inisining ismi Yubal edi. Yubal chiltar va nay chalg'uvchilarning piri bo'ldi. Zilla Tubal Qayin degan bir o'g'ilni tug'di. Tubal Qayin tush temir jabduqlarni yozuvchilarning piri bo'ldi. Tubal Qayinning Nayma ismli bir singlisi bor edi. Lamek 2 ayoliga po'yitib mundoq dedi: "Ey Ada bilan Zilla, so'zimga quloq solinglar. Ey ayollarim, ko'ngil qo'yib anglanglar. Menga qilgan bir odamni o'ldirdim. Meni urgan bir yoshni o'ldirdim. Qobilni o'ldirguchi 7 hassa jazolansa, meni o'ldirguchi 77 hassa jazolandi." Odam ota yana o'z ayoli bilan birga bo'lish natijasida ayoli bir o'g'il tug'di. Havo ana: "Xudo menga Qobil o'ldirib etgan Habilning o'rniga bir o'g'il berdi" dedi. Shunga ismini Set, ya'ni ahang jihatda Xudo berdi deb qo'ydi. Setdan bir o'g'il tug'ilib, ismi Enosh qo'yildi. Mana shu chog'dan boshlab odamlar Parvardigorga ibodat qilishga boshladi. Olamning yaratilishi 4-chi bobda asosan 3 cho'ng mazmun so'zlandi. Yana birisi birinchisi Qobil bilan 4-chi bob 1-oyatdan 16-oyatgacha bo'lgan mazmun. Yana men buni cho'ng bir mazmun qilib, yana Xudoga ibodat, yana Xudoning oldida Xudo bo'lgan ibodat deb bir tema qo'ysak, andan keyin ikkinchisi bo'lsa Qobilning avlodlari, andan keyin 3-chi cho'ng mazmun bo'lsa Set bilan Enosh. Yani biz bundan 4-chi bob oldingi 1-chi mazmun qaraydigan bo'lsak, men dedim, biz Xudoning oldidagi ibodat deb. Chunki nima uchun degan vaqtimizda G'usl mezgilida, ya'ni
Adam adı bilan Havandan iki oğul tug'ilgan, yani birining ismi Qobil, biri Qobil, yani birisi Habil edi. Yani Qobil bo'lsa dehqon, Habil bo'lsa podachi bo'lib ishlaydi. Lekin usul mezgili kelganda ular ikkilisi o'zlari, yani Qobil bo'lsa o'zining mahsulotlaridan, yani dehqonchilik mahsulotlaridan elib, Habil bo'lsa yani o'zi baqqan padalarning toza yaxshilan, yani toza semiz yeridan Parvardigor oldiga taqdim qilib keldi. Yani Xudoning oldiga, yani usul mezgilda Xudoning oldiga o'zining mahsulotlarini elib taqdim qilib kelish degan qonun sharhini ko'rgan bo'lsak, bo'libmi qonun sharhi 12 bobdan 26 oyatlar qaraymiz. Xudoning oldidagi to'g'ri bo'lgan ibodat degan mazmunni tushuntirdi. Shu vaqtda tushuntirdi. Shu vaqtda Xudoning oldiga ibodat qilib kelgan vaqtida bu yerda nurg'un bayramlar bo'ldi. Bularning 7 bayramlari bor, o'tib ketish edi. Andan keyin Peternan edi degan o'xshash. Indeymiz 7 haftalar edi degan o'xshash. Aslında nurgun Kabe'lerde Napal bayramı diyormuş, nurgun bayram bağı. Hem oşan bayramlarda hem bulay bayramlarda hem yığılgandım, yani bulanın alıqı kurbanlık kıldıgan, Xudanın aldı öşürü zakat elip kildigan, aşağı bir ibadet kayıtları var. Hem de aşağı okusak bu düşünüşümüz bize tehim asan buldu deyip şunu ben tılığa aldım. Şunu oşaş bu usul bayramı aslında iki türlü buldu, yani Kanada'da aldın qo'sol va keyin qo'sol deb shunaqa birini buldi. Yani aldın keyin arpa buğdaylar pishgan vaqtida, keyingisi bo'lsa baliq qo'sollar pishgan vaqtida shunaqa bayramlar, nima etlari bor. Shuning asosan biz bularni yana nurg'un munozirlar borchu. Qobilnikini nimishga qabul qilmadi, Habilnikini nimish qabul qildi, chunki Habilning tutgan qurbonligi haqiqiy qurbonlik, chunki qon oqizdi. Qobil bo'lsa qon oqizmasdan o'zining dehqonchilik mahsulotlarini ham sundi deb, shuning uchun Qobilnikini qabul qilmadi deb qabul qilish, ya'ni Xudoning qabul qilish, rad qilishidagi asosni bularniki so'g'itiga qo'yib oldi-chu, qo'yib turib munozir qilgan usullarni jiq nim qildi. Lekin men bu yerda ta'kidlamoqchi bo'lgan nima desa, bu yerda mahsulot emas yoki bu nimada emas, chunki Xudo usullarning o'shiri zakatini buyurgan Xudo, albatta bir qurbonlik qon eng muhim, albatta Xudoga ibodat qurbonlik qilganimiz, albatta qurbonlik qon muhim. Lekin Qobilni rad qilishga asosiy sabab, chunki dehqonchilik mahsulotini sunib olganmi degan bir savol paydo bo'ldi-chu. Chunki dehqonchilik mahsulotlarimi ochiq hadiyalari, andan keyin ixtiyoriy hadiyalar degan hadiyalarning ichida o'sha dehqonchilik mahsulotlari bor-da, u rad qilingan bir qurbonlik yoki o'shir zakat emas. Shuning uchun bu jihatdan biz yana o'ylanib baqishimizga to'g'ri keldi. Undan bo'lsa Xudo nimishqa Habilni va uning sovg'asini qabul qilib, Qobil va uning sovg'asini qabul qilmadi? Bayan men deganimdek, bu mahsulotmi yoki bunisiga boshqa bir sabab bormi degan vaqtimizda biz 4-bob 6-oyat qaraydigan bo'lsak, 7-oyat qaraydigan bo'lsak, Xudo o'zi deydi. Agar sen durust ish qilgan bo'lsang, seni qabul qilgan bo'ladim deydi. Xudoning shu so'zidan biz Qobilning qilgan ishining durust, ya'ni durust emasligini, uning so'g'at qilgan vaqtida Xudoning oldida durust bo'lmagan bir ishni qilganligi, ya'ni durust bo'lmagan holatning borligini biz ko'ra olamiz. Undan biz bu durust bo'lmagan holat qanday holatda biz ko'rib baqali? Buni yana biz muqaddas kitob orqali yeyishga to'g'ri keldi. Ya'ni muqaddas kitobning so'zini muqaddas kitobdagi so'zlar orqali tushunishga to'g'ri keldi. Shuning uchun muqaddas kitobda bu shunday ibodat, hadiya, qurbonliklarga oid nimalar deydi biz ko'radiganmiz. A'lina Zabur biz alif 1-bob 17-oyat qaraydiganmiz. Xudoni xursand qilgan qurbonlik dal qalbning pushaymini. Ey Xudo, tark etmaysan, pushaymon qilib tavba qilgan ko'ngilni deb Davud podsho o'zi gunoh qilgan vaqtida, ya'ni Betsaba vaqasi yuz bergandan keyin Xudo oldida pushaymon tavba qilib shuna deydi. Agar sen qurbonliklardan xursand bo'lganmisan, men oldin qurbonlik sunatdim, lekin sening xursand bo'ldig'ing qurbonlik emas, balki bir qalbning pushaymon qilish, ya'ni tavba qilgan, chin qalbdan tavba qilgan shu qalbni xohlaysan deb turib, balki Xudoning xohlaydig'ini, Xudoning haqiqiy xursand bo'ldig'ini nima desa, haqiqiy xursand bo'ldig'ini tavba qilgan bir qalb. Malvarallarni so'yiblam shuna apirib qilgan shuna bir hadiya emas, balki chin qalbidan Xudoga bo'lgan, chin qalbidan ibodat qilgan bir qurbonlik.
shuni chin qalbidan sungan hadiya va chin qalbidan qilgan qurbonlik ekanligini. Aniki masalan xatoliklar ustida, durust bo'lmagan ishlar ustida bo'lsa, pushaymon qilib turib Xudoning oldiga tavba qilgan bir qalbning halaydiganlarni bu yerda davotidi. Aniki Hoshiya payg'ambarniki 6-bob 4-oyatdan 6-oyat qaraydigan bo'lsak, chunki men qurbonliklardan emas, balki mehr-muhabbatdan köydürüm qurbanlıqlardan göre Xudanı tunuş hem bilişten xursalik tapıman deydi. Yani Xudanın en xalaydığını, yani Xudanın xursan bulduğunu nime dese, Xudanın haqiqiy xursan bulduğun ibadeti nime dese, Xudanı tunup, mihir muhabbeti bilen, Xuda boğan mihir muhabbeti bilen, mihir muhabbeti qalb bilen, Xudanı tunuşdin, Xudanı bilişdin, şundaq bir qalb bilen Xuda aldıdı buluşdin, Xuda xursalik tapıdağılığından biz bu yerden göre alayımız. Hem şunalı biz Yeşaya peygamber, görüyormuşsak şu Yeşaya peygamber 1-bab 11'den 16 ayetler qaraydigan halqı. Nurgun qurbanlıqlarni, emşet qurbanlıqlarning barliq turlari kelib chiqdi. Shuna qurbanlıqlar ham yetlarda sungan qurbanlıqlarni deydi. Shuna qurbanlıqlarni yetlaringlardagi bekitilgan yet bayramlarda qalbim nafratlandi. Ular menga yük bo'lib qoldi. Yana shu yet bayramlarda bular Xudoga baricha qurbanlik qilib baricha hadiyalarni, usullarni hammasini sundu emasmi? Lekin Xudo bu yerda o'shalar narslardan mening o narsalar menga yük bo'lib qoldi. O narsalardan o erkeğin nəsrənlərdə men qalbim nəfrətlənir deydi. Çünki avval şu qurbanlıqlarni əkilib şulan qilishni avval özünlərini yuyub paylanыңlar, qilmishlaringlar rezilligini ko'z oldimda neri qilinglar, rezillik qilishdan qulinglarni o'zinglar deydi. Ya'ni Xudo bu yerdan shuni yig'inchoqlashga bo'ldiki, ya'ni shunday so'zlarni Xudoning so'zlaridan, muqaddas kitobdan biz shuni ko'ra olamizki, Xudoning oldida, ya'ni Xudoning qabul qilishi, bir narsani qabul, ya'ni Xudoga ato qilgan so'g'at bo'lsin, Xudoga ibodatimiz bo'lsin, hadiyalarimiz, qurbonliklarimiz bo'lsin, hadiya qurbonliklar bo'lsin, bularni qabul qilmaslik Xudo qaraydig'ini malvaron, hadiya, buna narsalar lam emas, balki onun aldıda şu narsalarni sungan adamning qalbi. Şu hadiyalarni sungan adamning qalbi qandaq. Xudoga bo'lgan haqiqiy mehr muhabbati, ixlosi, Xudoning huquqini e'tirof qilib turib, Xudoning oldida ayminib turib, Xudo oldiga keldimi, Xudoga bo'lgan haqiqiy bir tunishi bilan, Xudo oldida o'zining gunohligini tunib turib, Xudoning oldida şu hadiyalar, şu qurbonliklarni qilyaptimdi degan o'sha eng oldi bilan, ya'ni hadiyalardan burun Xudoning ko'rig'ini insonning qalbi. Shuning uchun biz bundan Xudoma o'shani deydi, ya'ni 4-bab 7-oyatda, ya'ni durust ish qilgan bo'lsang, durust qilgan bo'lsang deydi. Ya'ni buni yana nimadan ko'ra olamiz desa, Xudo qabul qilmagan vaqtida, Parvardigor Xudo uning so'g'itini qabul qilmagan vaqtida qabilning inkosi qanday bo'ldi, ya'ni qabil qanday pozitsiya bildirdi desa, u intayin xafa bo'ldi. So'g'itini Parvardigor Xudo o'zining so'g'itini qabul qilmaganlikdan intayin xafa bo'lib, chiroylari tutilib ketdi. Parvardigor Xudo qabul qilmadi, ya'ni albatta qabul qilmaslik Parvardigorning huquqi, ya'ni Xudoning huquqi, Xudoning nimasidan keldi, lekin bu yerda qabul bo'lsa Xudoning oldida xafa bo'ldi, ya'ni Xudoning qabul qilmagandan xafa bo'ldi. Andan keyin chiroyi tutilib ketdi degan gap asli biz ibroniycha, asli yoziq bo'yicha o'qigan vaqtimiz bu ko'zini boshini yaga qartdi, ko'zini boshga burdi, boshini pastga qartdi, pastga qaratdi, beshini tuvan qildi degan ma'nolar bildirdi. Bu nima desa, buni biz beshini tuvan qildi degan vaqtimiz biz Xudoga yuzlandi emas, Xudodan nazarini boshqaga burashni ko'rsatdi. Ya'ni Xudoga yuzini qaratmasdan, Xudodan yuzini boshqaga qarab, Xudoga yuzini boshqaga burganlikni, yuzi o'rganlikni ashna bir simvollarni ko'rsatgan. Buni Yeremiya payg'ambar 32-bob 33-oyat qaraydigan bo'lsak, shu vaqtda yuzini, ya'ni sizlar azaldan yuzinglarni qaratmadinglar degan so'z keldi. Shunga o'xshash yuzini, ya'ni tuvan qilishi bo'lsa, Parvardigorga davomli qaramasa, Parvardigor qabul qilmaganda, tavba qilish pozitsiyasida emas, balki Parvardigordan yuzini boshqaga, ya'ni beshini past tuvan qilish orqali ko'zini Parvardigordan, ya'ni o'zining nazarini Parvardigordan o'zgarligini biz yana bu yerda ko'ra olamiz. Bundan ham biz qabilning qurbonligidagi masala emas, balki uning asli qalbidagi masala, ya'ni Xudoga bo'lgan ibodatidagi masala. Shuni biz ko'ra olamiz. Ya'ni Xudoning oldidagi, Xudoga bo'lgan ibodatidagi,
Xudoning oldida o'zining qalbidagi va pozitsiyasidagi durust bo'lmagan shunday bir ishlarni biz Qobilning shu mazmunlar orqali biz ko'ra olamiz. Andan keyin buningmi nima bu qalbga nisbatan biz yangi ahdi qaraymiz. Yani Hazrat Aysomi ibodatxonaning oldida turib kuzatayotgan, ya'ni kirib chiqqan kuzatayotgan mazmun bor. Shu mazmun qaraydisak, hozir Tulayalning tanga tashlagan iyon qilgan tangisini ko'rib turib Tulayalning iyonisini Xudo nazarda hammalardan ko'p bo'lgan nima tashla. Asli tashlag'ini bir nechta yildan qimtidagi 2 tanga edi, lekin Hazrat Ayso deydi, o ayolning tashlag'ini hammasinikidan ko'p dedi. Chunki boshqalar bo'lsa o'zining oshgan tashqinini tashladi, lekin o ayol bo'lsa tirikchilik qilgan bahar yo'qining hammasini iyoni qildi deyish orqali, ya'ni Xudoga bo'lgan ibodat pozitsiyasi, Xudoga bo'lgan sevgisi, Xudoga o'zining borlig'ini atab turib, borlig'ini Xudo, ya'ni borlig' hammasi mening borlig'im, mening qo'limdagi barliq Xudodan kelgan, shuning uchun bu ham Xudoga atashga arziydi deb turib, Xudoning haqiqiy baxt barakatini e'tirof qilib turib, Xudoning huquqini e'tirof qilib turib, Xudoning oldida o'zining nimasini rozilik bilan, xushallig'i bilan, sevgisi, Xudoga bo'lgan sevgisi ayminishi bilan qilgan ana shunday hadiyalarni, shunday qalbdagi ibodatlarni ta'kidlab o'tganligini biz shu mazmunlardan biz ko'ra olamiz. Andan keyin Qobil ya'ni mushuna Xudoning qabul qilmasligidan u xafa bo'lib o'zining yuzini past qilib, yuzini nazarini Xudodan pastga yetgan vaqtida Xudo bo'lsa uni ogohlantirdi. Qanday ogohlantirdi desa, ya'ni uning deydi, yomonlik qilsang gunoh xuddi eshik oldida aytilmoqchi bo'lib turgan yovishga o'xshash sening vujudingni chirib oldi. Ya'ni yomonlik qilsang gunoh sening vujudingni chirib oldi. Shuning uchun sen öz ilki, ya'ni gunoh öz ilki, seni öz ilkiga olmoqchi bo'lgan bo'lsa, sen uni yengishing, ya'ni gunohni yengishing kerak deb turib Xudoni eskartirdi. Uni bir qatim eskartirdi. Lekin yengishing kerak, ya'ni bizim bu yerda nima qilamiz desam, uni yengishing, ya'ni gunohni yengishing kerak degan vaqtda bizni ko'rmasak, gunohning qullig'ida, ya'ni gunoh seni kontrol qilmaydi desa, gunoh seni qul qilmaydi desa, gunoh seni boshqarib, gunohni yo'lida mang'izmoqchi bo'lsa, sen uni yengishing kerak, ya'ni gunohning qul bo'lmasliging kerak deb turib, gunoh oldidagi bizning keskin bo'lgan pozitsiyamizni mishada talab qilayotganligini biz yana ko'ra olamiz. Gunoh va razilliklar ustidagi keskin bo'lgan rad qilish, keskin bo'lgan bizning pozitsiyamiz. Ya'ni Xudoning haqiqati ustidagi keskin bo'lgan itoatimiz bilan yomonliklar oldida keskin bo'lgan bizning pozitsiyamizni mishada yana talab qilganligini ham ko'ra olamiz. Chunki agar biz mana shu gunohga bo'lgan keskin pozitsiyamiz bo'lmaganda, ya'ni Xudoning mishada mazmuni degan o'xshash, gunoh vujudimizni chirib oldi degan o'xshash. Ya'ni gunoh bizni qul qildi, gunoh bizni o'z ilkiga oldi, gunoh bizni gunoh yo'lida menishga, ya'ni razil yo'lda menishga shuna kuch ko'rsatdi degan o'xshash narsalar mazmunlarni biz bulardan yana shularni anqira olamiz. Lekin mana askariy shaklida Qobilning bo'lsa qilg'ini bo'lsa, ya'ni shu gunoh, ya'ni o'zining qalbini chirib olgan gunoh, shu yomonlikni liqqa bo'ysunib, enisini o'ldirib etdi. Va o'ldirib etgandan keyin bo'lsa, Parvardigor, ya'ni gunoh uning gunohiga, ya'ni Qobil o'zining enisini o'ldirib etgandan keyin bo'lsa, buning gunohining la'nati, ya'ni gunohining badali bo'yicha uni, ya'ni yerda u hozir yashayotgan, ya'ni odam oti bilan Havonni aram nimaning sharq tarafiga chiqarib, sharq tarafiga qo'ygan emasmi? Tuproqni ishlaydigan qilib, Eron bog'idan qo'g'lab chiqarib, ya'ni tuproq ishlaydigan qilib qo'ygan emasmi? Biz 2-bobda ko'rib, 2-3 boblarda biz ko'rib o'tgan. Lekin bu hozir Qobilni bo'lsa, bu yerdan qo'g'lab, ya'ni bu yerdan tura olmaydigan qilib, chunki u yerga qon to'kdi, ya'ni zaminni bulg'ash, ya'ni nohaq begunoh holda qon to'kish, bu zaminni ham bulg'ash, ya'ni zaminning poklig'ini ham bulg'ash, o'xshash bir zaminni bulg'ash bir jinoyat, ya'ni gunoh. Qon to'kish nihoyat og'ir bir gunoh deb qildi. Buni biz olam nima qonun sharhidan bu nurg'un yerlarda chiqadi, ya'ni jon qondidu degan o'xshash. Mush olamning yaratilishi 6-bobdan biz ya'ni mushu keldi. Nuhning vaqasi hikoyasidan keyin shuning o'xshash qonni to'kding deb turib, bu qon to'kkanligi uchun yerga begunoh qon to'kkanligi uchun yerni la'natga uchraydi, yermi la'natga uchraydi. Ham shunaqla
Bunun en çok yani günahının nimesi boyunca bu sersan bulup yani bu turvatkan yerden kovdulundu. Kovdulunub sersanlıqda qaldı. Yani bu kovdulunuş ve sersanlıq buluş deganlik nima desa, bu Xudoning huzuridan kovdulunuş, yani Xudodan ayrilish degan ma'noni bildirdi. Xudodan ayrilib sersan sargardonlikda yurish. Yani bu sürgülük nima deydi? Yani biz mushundan qalqi nima qonun sharhini ko'rsak, yani ko'natidagi payg'ambarlar qismini ko'rsak, Xudoning xalqi bo'lgan Isroil bo'libmi qonun sharhini ko'rgan bo'lsak, ashadi bir bob la'nat va baxt degan bobga degan mazmun bor. Ashani ko'rgan bo'lsak, ashada haqiqatan shu la'natlik usul la'nat qilganlar qanday qilganligini bu qonun sharhi 28-bob bilan solishtirib ko'rgan bo'lsak, ashadalqi gunohning badli uchun Xudo bilan bo'lgan ahdini buzgan vaqtida ular ahdini buzganlik uchun Xudo bilan dushmanlik qildimiz. Ahdini buzganlik Xudo bilan Xudoga yuzini ta'tir qaratganlik uchun, Xudodan yuz o'rganlik uchun ularning qilgan la'natimiz surgun bo'lish, o'lim, qahat, vabo degan şey, yani halokat, nima xaroblik degan şey vaqalar shu ko'natning payg'ambarlar qismini o'qigan bo'lsak, shuni jiq uchraydi. Shuningga o'xshash, o'shaning bilan yana o'xshab qoldigan, ya'ni gunohning badilini mishadam yana o'xshab qoldigan mazmun bilan tasvirlayapti. Eng muhimi nima desa, Xudodan ayrilish. Ya'ni gunohning badili bo'lsa, odamning Xudoning huzuridan ayrilish. Yani günah adamni Xudoning huzuridan yiroqlashtirdi, Xudodan ayirdi degan gap. Mushuni biz buni ko'ra olamiz. Buni qabul o'zim deydi, sen meni bu yerdan qo'g'lab huzuringdan haydayapsan deb. Shuning uchun bu gunohning badili Xudodan ayrilish, Xudo bilan yiroq turish, ya'ni gunoh odam bilan Xudoni ayirib turadigan to'saqdir. Andikin biz Qabilning avlodlari, yana bir ikkinchi cho'ng mazmunimiz Qabilning avlodlari ko'rib o'taylik. Chunki Qabil Xudoning huzuridan qo'g'landi, Xudoning huzuridan ayrildi va sargardonlikda yashaydiganligini aytgandi. Qabil bo'lsa, birinchi o'qilgan ish nima desa, bir shahar bino qildi. Bu shahar bino qilish degandan biz nimani ko'ra olamiz? Shahar bino qilish o'zi uchun bir shahar berib qilib, o'zini kuchaytirib, özünü qo'g'dashga bir urinishni ko'rsatdi. Yani bir shahar, mustahkam bir shahar barpo qilib, boshqalarning o'zini nima qilib o'ltirib etishidan, odamlarni qilishni qo'g'dash uchun o'zini o'z kuchi bilan qo'g'dashni nima qilish uchun bir shahar bino qildi va shundaqla chunki bular Xudoning huzuridan qo'g'landi bo'ldi deganlik, Xudoning tinchligidan, aromligidan ayrildi emasmi? Adam shuning uchun Xudodan ayrilgan vaqtida adam o'z kuchi bilan o'zini qo'g'dimoqchi, o'z kuchi bilan o'zini qanoat his qildirmoqchi, shunaqa tuyg'ulardi bo'ldi. Bu gunohning alomatlarida. Shunga o'xshash Qobilmi chiqiblar oldi bilan bir shahar bino qilib, shunaqa cho'ng bir shahar bino qilib, ya'ni o'zini kuchaytirishni, o'zini qo'g'dashni shuni nima qilish uchun bir shahar barpo qilgan biz yana ko'ra olamiz. Andan keyin buni yana ko'rgan bo'lsak, balki nima uning Qabilning avlodi Lamikning so'zidan qaraydigan bo'lsak, nihoyat bir akavurlarcha so'z, ya'ni gunohning naqadar bag'ansiri yamrab, naqadar bag'ansiri razillikning yamrab ketganligini, odam o'ldirish, bunday razilliklarning bularga nisbatan shu qadar yomonlik his qilmaydiganlikchu, shu qadar yamrab ketganligini, bulardagi akavurlarcha pozitsiyani ko'ra olamiz. Ya'ni gunohning birdan bir gunohning ifodasi, ya'ni birdan bir deganlar eng ko'rinarli ifodasi nima desa, odamdagi hakavurlik. Odamdagi o'zini cho'ng tutish hakavurlik. Ya'ni o'zining nafsining kayniga kirishda shuna hakavurlik degan narsalar. Chunki bu hakavurlik degan gap o'zini ustun qo'yish, bu o'zini Xudodan ustun o'rin qo'yish deganlikka o'xshash. Ya'ni Xudoning o'rniga o'zini qo'yish deganlik bo'ldi-da. Ya'ni o'zini cho'ng tutgan, o'zini hakavurlik qilgan, ya'ni gunohning nimasi bo'yicha akavurlik qilish, ya'ni o'zini cho'ng tutish, Xudoning oldida o'zini tuvan tutmaslikni keltirib chiqaradi emasmi? O'zini Xudoning oldida o'zini tuvan tutmasdan, akavurlik qilganlikdan, ya'ni Xudoning sözünü hem Xudoni o'zining qalbiga o'tkaza olmaslikdan, Xudoning so'zini ham o'ziga qalbiga Xudoning nuri ham kiramaydi. Bu bizning kunlik turmushimizda bizning nihoyat ko'p uchraydi. Biz kunlik turmushimizda har vaqt o'zimizni tuvan tutib, Xudoning so'zini oldida ham o'zimizni tutib, har vaqt shunday Xudoning oldida o'zimizni tuvan tutib, Xudoning so'zini har vaqt yangi qalblar bilan mana bir intilish, tashnalik bilan o'zimizni tuvan tutish orqali bir pozitsiya bo'lmasa,
Xudoning oldida o'zimiz tuyan tutishdek pozitsiya bo'lmasa, biz ham Xudoning so'zini anqiramaymiz, Xudoning nuri ham qalbimizda chachamaydi, nur bizning qalbimizga o'ltiramaydi. Shunaqla bizda ham Xudodan keladigan shunaqa tinchlik, aromliklardan biz ham to'liq his qilolmaymiz. Yani Xudoning shunaqa nimasidan biz huzurlanolmaymiz, bahrlanolmaymiz degandek. Shu gunohning alomatlari, shu Qobilning gunohidan keyingi Qobilning avlodlaridan ham ko'ra olamiz. Bu endi nima ko'rsatadi desa, bu ulab nima bu 3-bob, men 3-bobda ozroq to'xtalgan, ya'ni 3-bob 15-oyatda shayton, ya'ni ilonni la'natga qilgan vaqtda, jazo tortgan vaqtda Xudo deydiki, sen ayol bilan dushman qilman, uning avlodi bilan sening avlodingmi dushmanlashidi, uning avlodi sening beshingga ochidi, sen uning tapinchoq qilsan deb turib, avlod dushman qilayotganda, qaraydigan bo'lsak, mishada Adam oti bilan Havaniki balları Qobil bilan Habil tug'ilgan edi, lekin Adam oti bilan Havandan tug'ilgan ikki baladan ikki xil yo'lda mang'atganlar paydo bo'ldi. Biri Habil bilan, biri Habilning yo'li bilan Qobilning yo'li. Ya'ni Xudoga bo'lgan haqiqiy ibodat qilguvchining yo'li bilan, yana birisi bo'lsa Xudoning huzuridan, ya'ni Xudodan yuz o'rgan, nazarini Xudoga qilmagan, ya'ni shaytonning yo'lida mang'uvchilarning bir yo'li. Yani yamanlıq yolda manğalarının bir yolunun payda bo'lganligini biz ko'ra olamiz. Qobilning avlodlarini ko'rish orqali biz bu yerda yana birisi yamanlıq yolda mangan avlodlarning ham ifodasini ham bu yerda ko'rib chiqdik. Endi Set bilan Enosh orqali biz yana kimni ko'ra olamiz desa, bu yerda yana Xudoga ibodat qiluvchilarning, Xudoga ibodat qiluvchi avlodlarning dunyoga kelishi dal Set bilan Enosh orqali mushu hikoya boshlandi. Yana qaraydigan bo'lsak, Set, yani ahangcayetdan Xudo berdi dedi. Lekin Enoshga kelgan vaqtida, yani Setning o'g'li Enoshga kelgan vaqtida bo'lsa, yani deydi, odamlar Parvardigorga ibodat qilishga boshladi. Yani jamoat, cho'ng bir jamoat, Xudoning oldida Xudoga ibodat qilgan bir shunday bir jamoatlarning, odamlarning Xudoga haqiqiy ibodat qilgan shunday odamlarning avlodlarini yemishadi. Yani Enoshning, Setning avlodi Enoshning avlodlari orqali shunday bir ayolning avlodlari, ya'ni Xudoga tava, Xudoga ibodat qiladigan shunday bir avlodlarning kelib chiqqanligini ko'ra olamiz. Bu yana mush alamning yaratilishidan izchil biz ko'ramiz, bu yana Rab Aysoning nasabnomasiga tutishidi, bevosita tutishidi. Buni biz Matta bayon qilgan birinchi bob ko'ramiz. Hazrat Aysoning nasabnomasi deb chiqadimiz. Matta Odam otiga qadar so'zlab berdi. Shu joyni bir qatim o'qisanglarmi, buni biz bila olamiz. Tünögünki, yani aldığım dersi ben sözlep etkendim. Yani dünyada şunday ikki xil adamlar mevcut. Biri Xudoga ibodat qiladigan adam to'plari, yana birisi bo'lsa yamanlik yo'lida mang'adigan odamlar to'plari degan o'xshash. Shunga o'xshash biz e'tiqodchilar Xudoning Rab Aysoning qini orqali, Rab Aysoning bizga bo'lgan bizim üçün qan oqizib qurbonlik berish orqali, biz uchun o'zini fido qilish orqali Xudoning huzuriga boshlab kelib, bizni Xudo bilan yarashtirib olgandan keyin bizni haqiqiy Xudoning farzandi qilib, haqiqiy Xudoga ibodat qilguvchilardan qilib, bizni shunday bir salohiyatni, farzandlik salohiyatini, Xudoning xalqi bo'lish salohiyatini bizga ato qilgan ekan. Biz ham shuning uchun har vaqt to'g'ri bo'lgan ibodatda, Xudoga bo'lgan haqiqiy ibodatimiz bilan, ya'ni haqiqiy Xudoga bo'lgan sevgi, muhabbatimiz, Xudoga bo'lgan shunday bir aymindigan qalb, Xudodan aymindigan qalbimiz, Xudoning huquqiga bo'lgan hurmatimiz bilan har vaqt Xudoning oldida to'g'ri Xudo xursand bo'lgan ishlarni qilishimizni, Xudodan xursand qilgan ishlarni anqira olishimizni va Xudoning oldida haqiqiy ibodat qiluvchilardan bo'lishimizni tilayman. Bugungi mazmunni mushayicha so'zlasak, biz keyingi qatimda mazmunni ko'rishaylik. Bugungi mazmun yana uzrab ketdi, kechiringlar. Ma'qulansa, hammanglarga Xudodan kelgan tinch amallik, Xudoning aromligi, Xudodan kelgan shodlik sizlarga yor bo'lsin.